Men Rustem Murat Rizbekovichman. Hurmatli O'zbekiston Respublikasining prezidenti janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Hozir soat 10:49. Chislo 14-aprel 4-oy 2026-yil. Hozirda Chinoz tumani tibbiyot birlashmasining infeksion bo'limining 7-palatasida muolaja olmoqdaman. İçimi bezovtalik, ya'ni o'tishi hamda g'ildirashi hamda og'riqlar bilan 29 avgust 8-oy 2025-yildan beri 4-marotaba, birinchi 20 kun, keyin 19 kun, keyin 25 kun, mana endi necha kun bo'lishini ko'ramiz. Bular haqida alohida hali murojaat qilaman. Hozir asosiy masalaga o'tsam, men Toshkent viloyati endokrinologiya bosh shifokori tibbiyot fanlari nomzodi Karimova Munira Maqsudovnani ustidan va o'rinbosari Ilhom ustidan shikoyat qildim. 10:03 ga ham, 10:00 ga ham barcha arizalarim o'zini qo'liga yetkazildi. Shu orada Toshkent viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i va tegishli xodimlari ham ularga sherik bo'lib, uni himoya qilib, bor haqiqatni inkor etishdi, yashirishdi va menga adolatsiz javob qaytarib berishdi. Lekin YouTube'dagi qo'limdagi zapslarda Toshkent viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining tegishli xodimi katta kishini aytgan so'zlari nima bo'ldi-yu, menga javob qaytarib berganda nima bo'ldi? Va bundan endi xabar topgan Sog'liqni saqlash vazirligi vaziri va o'rinbosarlari, tegishli o'rinbosarlari javob qaytarib berganda, men xuddi tuhmatchi yolg'onchidek, ular rost aytgandek, ular adolatli ekanligini ko'rsatgandek menga javob qaytarib berishdan bosh tortdi. Tegishli modda bor ekan, takroriy murojaatlar bo'lgani uchun masalan to'g'ri hal qilmaslik, javob qaytarib bermaslik. Unda nega javob qaytarib berdi unda? Qiziq. Va ikkinchisi, men yana bir narsaga guvoh bo'ldim. Mana har bir qadamda, har bir faoliyatda ko'ryapman, har bir boshqarmani ular buyruqlar tuzib olishlari va qonunlar qanday yaratilishi va ularning mantiqiy darajasi fuqaroga manfaat keltiradimi, o'rgan xodimigami? Avvalambor bular o'rgan xodimlar, shifokorlar, amaldorlarda hozircha tegishli deb aytib turay, ular shunday faoliyat ko'rsatadiki, qonunlarni aylanib o'tadi, haqiqatni yashiradi, korrupsiya poraxo'rlikni yashiradi, sherik bo'ladi, jinoyatni yashiradi va menga o'xshagan jiddiy kurashgan, nomloqlash uchun ko'rsatgan fuqarolarni jinnixonaga tiqadi, tosh turmaga tiqadi, ruhan sog'lom topilgan bo'lsam-da bir necha ruhiy shifoxonaga tiqadi, ruhi sog'lom holatda ruhiy kasallikni davolaydi meni tajriba quyoni qilib va u yetmaganidek meni davlat fondidan nafaqa bilan ta'minlaydi ruhan sog'lom odamga. Va bundan endi xabar topgan Sog'liqni saqlash vazirligi, Toshkent viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi va Toshkent viloyat endokrinologiya shifoxonasi mana bular hammaligi endi meni yolg'onchiga, tuhmatchiga chiqargandek indamasdan javob qaytarib berib o'tirdi. Aslida menga aytishdi, mana shu tilxatga qo'l qo'ymasangiz dedi, biz sizni qabul qilmaymiz dedi. O'sha dars ham YouTube'da turibdi. E'tibor bering-da, o'shanda men aytdim, men majbur ekanman, majburlab deb qo'l qo'yaman, majbur ekanligini qo'l qo'yaman degan masalada tushunarli so'z bilan aytdim. O'z tilida aytyapti, noqonuniy deyapti. Eng qizig'i shuki, o'sha tilxatda o'sha Toshkent viloyati Toshkent viloyat endokrinologiya shifoxonasining na muhri bor, na shtampi bor, na ro'yxat raqami bor, na shifoxonaning nomi bor, na bir xullas o'sha Toshkent viloyat endokrinologiya shifoxonasining tilxati ekanligini isbotlovchi biron bir ma'lumot yo'q. Men nima, jinnimanmi, любой hujjatga qo'l qo'yib ketaveradigan. Itu hali menga hech bir ichki tartibni tanishtirmagan, ko'rsatmagan, aytmagan hamda u hujjatlari hali bo'lmagan narsaga men qo'l qo'yishim kerak ekan oldindan. Nima bular shunda folchimi? Rustem Murat Rizbekovich hali mana shunaqa ish qiladi, shuncha qo'l qo'ydirib deb tushunib. Ular o'zini himoya qilsa haqli ekanda bu. Sizni qo'l ostingizdagi xodimlar, shifokor, o'rin xodimi, amaldor farqi yo'q. Ular o'zlariga buyruqlar tuzib oladi fuqaroga qarshi. Bunga sherik o'xshash holat deganim ichki ishlar vaziri 2024-yili sentyabrmi, avgust oyidami shunaqa buyruq chiqaribdi. 200 sonlik buyruq chiqaribdi. Ruhiy kasal u haqiqatan kasalmi, tuhmat bilan kasal bo'lganmi, u nogironligi bormi, yo'qmi, uni murojaat hal qilinmasin deb menga javob qaytarib bermay kelyapti.
Ya'ni men so'ragan materiallarni bermasdan menga shunchaki javob xati berib kelayotgan, oxirgisida javob xati ham bermay qo'ydi. Biling, Konstitutsiyamizning 40-34 moddasi va 23-62 moddalari oyoq ostida bo'ldi. Ular bo'ysunmadi qonunga, ular amal qilmadi. Siz yangilagan Konstitutsiyaga ular amal qilmadi, bo'ysunmadi. Va men bu masala bo'yicha hozir endi o'sha Toshkent endokrinologiya bosh shifokorini himoya qilayotgan Sog'liqni saqlash vazirligi va Toshkent sog'liqni saqlash boshqarmasini faoliyatlarini, ya'ni qonunga, shariatga, vijdonga, mantiqqa zid harakatlarini sizga taqdim qilish uchun ariza bilan murojaat qilayotganim. Bugun qarangki, 0575 operatori, undan oldin 201 operatori, ikkalasi ikki xil vajlar bilan meni arizamni olmadi. Ya'ni men nima deyapmanmish? Ya'ni sizga nisbatan haqoratli so'zlar aytayotgan ekanmishmanda, ular yozib qolmaslikka haqqi bor ekan. Nima ekan? 38-modda asosida ular отказ qilishga haqli ekan. E'tibor bering. Shunda ular odamman, odam emasman. Meniki tuhmat bilan ruhiy kasallikka chiqardi. Avval ruhiy sog'lom topilgan bo'lsam-da, avval askar bo'lib 1,5 yil xizmat qilgan bo'lsam, Amonda Popesda, ya'ni mashqaga paytda mobil operatorda, hozir Montida, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining spets operatorida ishlaganman. Undan keyin Brigada Popesning 1-batalyon 1-otryad 1-guruhida ishlaganman. 1 yil 9 kun militsiyada ishlaganman. Undan keyin 2 yil 4 oy Do'mbiroboddagi 6773 harbiy qism va avtobazada istiqlol bo'lib ishlaganman, o'qchi bo'lib. Undan keyin Yangiyo'l, Chinoz, Kuychirchiq gazetalarida she'rlarim chiqqan, Chinoz hayot gazetasida maqolalarim chiqqan she'rlarim bilan birga. Undan keyin men 2016-yil 21-mayda ruhan sog'lom topilganman. O'shanda 1 yildan keyin ruhiy kasallik tuhmat bilan chiqarilgan. Kim? Inayat Rustam Rastovich yozgandan keyin Chinozdan начальница o'sha paytdagi podpolkovnik Qozbek Bahram Baxidirovich, ichki ishlar boshlig'i va o'sha paytdagi Chinoz tuman hokimi, prokuratura sohasida ishlagan yuridik diplomi bor Madib Akmalxon Erkinovichlar boshchiligida, o'sha ikkalasi boshchiligida qolgan sherik bo'lgan. Hujjatlarda borini ko'rsataman nomini, hujjatlarda yo'qini ko'rsatmayman, niyatdan ko'rsatolmayman men endi. Lekin oxiratda hali ular bilan gaplashamiz, hammalaringiz bilan. Lekin mana hozir esa aytmoqchi bo'lganim, mana shu operator 0570 operator bemalol отказ qildi arizani qabul qilmasdan. E'tibor bering. Bugun 14-aprel 4-oy 2026-yil. Bizlarning qonunlarimiz mana shu chiqarilganmi? Amaldorlar bu sizni xodimalaringiz qo'l ostida bo'ysunuvchi barcha O'zbekiston o'sha yuqoridagilar. Bular nima desa bo'laveradimi? Uy pulan buzib tasha, ko'mib tasha deydi. Yana syomka qilayotgan gaya xodimini fuqarodan qo'lda telefon olib qo'yadi, olib qo'yish harakat qiladi. Keyin yana bittasi, xullas kalom hammasini ko'ryapman. Bittasini oyisining ruhiy shifoxonaga tiqib borgan Xorazmda. Men o'zim bu hammasini ko'rib kelyapman. Men o'zim boshimda o'tgani bundan kuchli darajada mustasno emas. E'tibor bering, nega to'g'ri ishlamaydi? Nega haqiqatga, vijdonga, mantiqqa, adolatga, haqqoniylikka, shariatga nega hammasini shu masalalarga to'g'ri yondashib ishlamaydi? Yo'q, hammaliga faqat haqiqatni yashirish kerak. Men o'zimni murojaat qilmayapman sizga o'ynaganimdan, maynavatchalik qilishdan emas. Mana bu joyimga keldim, mana bu joyimga keldim mana. Lekin tishimga qo'yib kelyapman sabr qilib. Alloh bor. Hammalaringiz javob qolmaysizlar hali. Meni qaytadan jinoyatga tiqasizlarmi, turmaga tiqasizlarmi? Boringki, agar qo'llaringizdan kelib qolsa, agar sizlarga o'shanaqa nasib qilib qolsa, o'ldirib yuborasizlarmi? Lekin men baribir o'laman bu dunyoda. Bir marta o'laman, ikki marta o'lmayman. Lekin bir marta o'lganimda ham, agar sizlarning qo'lingiz qon bo'lsa, bu dunyoda ham, u dunyoda ham baribir javob berishingizga to'g'ri keladi. Meni aytganimdek o'ligim ham sizlarga og'irlik tushadi. Sizlar mana shunaqa adolatsiz nopok ishlar bilan shug'ullanar ekansizlar. Men nima qilishim kerak? Mana shu o'zimiz vatandoshlarga o'xshab indamay, qo'y Murod, qo'y o'ldirib yuboradi, tiqib yuboradi, qamatib yuboradi deb o'tirishim kerakmi? Men unaqa inson emasman. Vaqtida yalinib ko'rdim, murojaat qilib ko'rdim.
nimalar qilib ko'rmadim borku. Muhimi sizlarni ishlaringiz bo'lsa, maynavozchilik qilmasam, yolg'on qilmasam, tuhmat qilmasam bo'ldi, man haqorat qilmasam bo'ldi sizlarni. Qani menga telefon qiling, telefon raqamim 99lik 360 80 18 plus 99 899 360 80 18 telefon qiling. Men tushuntirib beraman hammasini. Men oldin malakasiz edim. Endi aqlim ham yetadi, dalillarim ham yetadi endi ko'rsatib berishga. Chilonzor tuman ichki ishlar boshqarmasi 7-noyabr 2020-yilgi holat bo'yicha va undan keyin hozirgacha kelayotgan xodim va xodimalari boshliqlari, sobiq va hozirgi boshliqlari nima qilyapti? Jinoyatga sherik bo'lib, jinoyatni yashirib, mansab bilan suiiste'mol qilib, bor dalillarni yo'q qilgan. Bu jinoyat kodeksida bor moddalar emasmi aytgan so'zlarim hozir? Nechta modda buzildi hozir aytganim o'zida? Dejurni statalar chiqadi. Yolg'on gapirish, tuhmat qilish, boshqa gaplar. Nega hamma to'g'ri ishlamaydi? Mana men sizga hozir murojaatlik so'zimni qoldirolmadim. Hozir ikkinchi zapsimda harakat qilaman. Operatorga nima degan so'zlarimni va uni menga nima degan so'zlarini. Lekin men sizga haqorat qilmadim. Men sizga prosta dag'al, jadal, tushuntirib aytganda qo'pol murojaat qildim, ya'ni sizni ko'rsatib. Nima sizni ko'rsatish haqqim yo'qmi? Xafa bo'lmang-ku, sizga to'g'risini aytay. Siz Xudo emassiz. Sizga men yalinib, qo'rqib, sizga elanadigan yoki men sizga qo'l yoki plenga tushgan bir hayvon emasman sizga. Men sizning fuqarongizman. Nima men sizga murojaat qilish haqqim yo'qmi? Mana murojaatni to'sib qilgan operator 0575. Bu operatorda ham himoya qiladigan topiladi endi. Nega? Birinchidan bu Prezident xalq qabulxonasining ishonch telefon raqamining operatori. Eng qiziq natijalaridagi men necha bor so'rab ko'rdim. O'sha masalan hozir so'raganimda 0570 operatorda so'raganimda o'zingizga tanishtiring deganda raqami bor aytilmaydi derdi. Men bunaqa zapis ham keltirib beraman. Umuman hozir borku, maxfiylik hamda adolatsizlik, nohaqlik hamda fuqaroni jinnixonaga tiqish, turmaga tiqish ishlar juda ko'p bo'lyapti. Bu holat men ko'zim ochgan kuni, shu yurtda tug'ilib keldik, qon to'kilgan kundan beri, aqlim tanigandan beri ko'rib kelyapman. Eshitib kelganim mayli, keyin ko'rib kelyapman endi. Bizning vatanimiz, bizning hayotimiz sizlarning qo'lingizdami? Mana shunchalikka borasizlarmi? Shaxsan siz va qizingiz Prezident administratsiyasi boshlig'i xonim Saida Mirzayeva Shavkatovna. Nega sizlar menga telefon qilmaysizlar? Telefon WhatsApp orqali bog'lamaysizlar, javob xati bermaysizlar? Hurmatli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich, shaxsan siz nomingizni arz etayapman. Qizingiz nomiga yozyapman. Mana bu nachalnik esa prokuror, sudya, hokim yoki glavovrachga emas. Kim ustidan yozsam o'zim qo'liga arzdan borib yetyapti. Shunda bu maynavozchilik emasmi? Men endi masalan tushuntirib aytay, masalan, o'g'ri ustidan yozdim, jinoyatchi ustidan yozdimda, jinoyatchi ustidan yozdim. Arizamni o'zim qo'liga beryapsizlar. Bu uyat kulgili emasmi? Yoki bu tizim shariatga, vijdonga, qonunga, mantiqqa to'g'ri keladimi? Qani unda bu tizim, bu ichki oppozitsiya bu dars ketmayaptimi? Barbod bo'lmayaptimi? Xalqning yuragi, asab tizimlari, moddiy ma'naviy zararlari. Yo'q, men bu ketishda bundan 5 batar bo'lishiga guvohi bo'lib turibman. Hozir ko'ramiz qani, bugun meni Chinoz tuman xalq qabulxonasiga chaqiryapti. Soat 12 ga. U yerda nima bo'ladi ko'ramiz. Lekin hali shu Chinoz tuman xalq qabulxonasiga borib ko'rdim. Chinoz tuman hokimiga borib ko'rdim, nechtasiga, hozirgisiga ham. Chinoz tuman prokurori, sudya, xullas hammasiga borib ko'rdim. Qaysi biri nimani to'g'ri hal qildi? Ular uchun mana bu qonunlar shunchaki yaratilgan. Ular uchun qarshi ishlatilmaydi, faqat bizga qarshi ishlatiladi. Haqmizmi, nohaqmizmi? Iltimos menga ham qonunan, ham vijdonan, ham shariatan, ham mantiqan atroflicha to'g'ri yordam bergan holda amaliy yordam berishingizni o'tinib so'rayman. Avvalambor Alloh roziligi uchun qolaversa, meni bu adolatsiz tuhmat sud qarorlari, adolatsiz tuhmat sud ajrimlari va adolatsiz
tuhmat ruhiy kasal hujjatlaridan meni xalos qilishda yordam bering.